Salat bargi qadimgi tibbiyotda koxu deb atalgan. Koxuning mijozi ikkinchi o'rinda ho'l va sovuq. U iste'mol qilinganda tanani tozalaydi va yaxshi qon hosil qiladi. Vaboning oldini oladi. Safroni haroratni pasaytiradi, chanqoqni qoldiradi, tana tiqilmalarini ochadi, mastlikka qarshi ta'sir ko'rsatadi, xumorni bartaraf etadi. Oshqozondagi bug'ning miyaga ko'tarilishiga qo'ymaydi. Ilmiy tibbiyotda ham salatning qon yaratilishini stimullashi, qonni suyultirishi, yallig'lanishga qarshi ta'sirlari aniqlangan. O'simlikning antioksidant, siydik haydash, qon bosimini tushirish, o'simlik ekstrakti esa o'smalarga qarshi xususiyatlari aniqlangan. Qadimgi tabobatda aytilishicha, qaynatilgan salatning xomidan ko'ra oziqligi ko'proq va ko'krak a'zolari uchun yaxshi dori sanaladi. Sutni ko'paytiradi. O'simlik issiq isitmani, sut bezidagi og'riqni davolaydi. Salat issiqlik va quruqlikdan bo'lgan bosh og'riqlarni davolaydi, uxlatadi. Salat urug'larini peshonaga qo'yib bog'lansa, uxlatib, bosh og'rig'ini tinchlantiradi. Zamonaviy ilmiy tekshirishlarda bu xususiyatlar o'z tasdig'ini topgan. Salat bargini sirka bilan yeyilsa, ishtahani ochadi, sarg'aymani davolaydi, oshqozondagi og'riqni tinchlantiradi. Salat bargi yeyilganda surunkali gastrit, oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligini davolaydi. Salat qand miqdorini tushiradi. Uning antidiabetik ta'siri aniqlangan. Salat o'simligi siydik qopidagi yarani, gonoreyani davolaydi. 7 gramm salat urug'i yeyilsa, polyutsiyani davolaydi, hirsni pasaytiradi. Siydik tomchilashini davolaydi. Salat urug'i tindirmalarning antispermatogen ta'siri aniqlangan. Salat bo'tqasi yuza qo'llanilganda ko'zdagi issiqlikni davolaydi. Salat o'simligining kuli yuza qo'llanilganda og'izdagi yaralarni, yallig'lanishlarni davolaydi. Salat bargi bog'lab qo'yilsa, pay tortilishda foyda qiladi. Salatning oq sutsimon shirasi yuza qo'llanilganda sochlarning o'sishiga qo'ymaydi. Salat urug'larini boshga qo'yib bog'lansa, sochlarni mustahkamlaydi. Salat o'simligi moxovni davolaydi. Bo'tqasi yuza qo'llanilganda saramasni davolaydi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, salat issiq shishlarning o'sishini to'xtatadi, yumshatadi, siydik haydaydi. Salat bo'tqasi yuza qo'llanilganda shishlarni eritadi. Salatning oq sutsimon shirasi yuza qo'llanilganda issiq shishlarda yordam beradi. Ammo salatni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish jinsiy quvvatga, silda, havo yetishmasligida zarar qiladi, xotirani pasaytiradi, sezgi a'zolari faoliyatini yo'qolguniga qadar yomonlashtiradi, ko'z o'tkirligini pasaytiradi, ichni damlatadi. Bunday hollarda yalpiz, zira, qovul o'simliklarini iste'mol qilish lozim bo'ladi. Salatning mingdevonaga o'xshash turining farmakologik xususiyati past bo'ladi.